Nega qara shogird, fermada otam aytganlarni qilib yurgin, tushunib jahllari yomon. Ha. O'g'limmi shogirdi? Bo'lichki yeysanmi? Ha, yema do'da bering. Mazaliga qatta oldingiz. Mana po'chodan chiqdi-dek, bolam. Ustozim qatta bunaqa isqirtletsam otadan yuqqan ekanda. Voy ustoz, mana bu qo'y mazasi bo'lmayapti, nima qilamiz? Shogird, mana vinoni olganda yarmini ichirib ol. Nega yarmini? Voy, kayf bo'ladi, sarmasi bo'lib qoladi, keyin olib chiqib sotib yuboramiz. Lekin tezroq sotish kerak. Kapital qizi dumalaydi. Buni olarmi-ku? Oladi, voy, mana Arashan deymiz, quloq uzu 1000 dollarga beraveramiz albatta. Nega hozir quloq uzun qo'ylar qimmat bo'lyapti? Qassobda so'yadi-yu. Qulog'i bilan kozini olib qo'yadi. Shuning uchun qimmat. Do'dam, bu sigirlar necha litr sut beradi kuniga? 10 litr toza beradi. Ye, meni ustozim kuniga 15 litr qatuv sotamiz dedi. 5 litr qataq yeyapti. Aralashmaginga bor o'tlanur. O'g'lim, bu shogirding nima deyapti? Nimadir ixtilayotganga o'xshayapti. Xotiromi ota, nabodo tegi chiqib qolsa, bo'yniga qo'yaveramiz. Ustoz, mana buni qarang, zo'r o'yin ixtiro qildim, daromad keltiradi. Shu ham ixtiromi? Ha, mana yil ixtirosi. Tappa apparat 3 bolli ixtiro qilishdi. Shundan foyda bordi. Men nima qilay? Sen tappa apparatini to'rini chiqar. O'g'lim, Ha, qassob kelyaptimi? Bu qala tarozi tortgani? men aytgandek bilan 3 kun sug'armadingmi? Yo'q, suv bermadim. Endi bosib sug'ar. Ye, nimaga? Qassoblar kelib bilan tarozi tortadimi? Ha? Shu ichgan 30-40 litr ham go'sht hisobida o'tib ketadi. Ha, foyda o'shanday ekanda. Nima bu? Ada bu qo'ydan qo'ygan vino chiqib qolibdi, kayf bo'lib qolibdi. Tarqab ketadi.